Obunachilar keldi. Xudo xolasa obunachilarni ulardan mana. Hayda. Stola düştü. Şuna var. Kırdı yok. Assalomu alaykum Islomjon Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Obunachilar, mana sizlarga va'da qilganimiz g'unajin novvaslari keldi. Mana katta partiya keldi. Katta yoshliklari, qisqasi 7 oylik, 8 oyliklari ham bor ichida, 6 oyliklari ham bor. Qisqasi hammasi sutdan chiqqan, o'ta tiniqlardan, o'ta zot 100% garantiya, qonlari tekshirilgan. Sifatlari ham o'zingizlar baho beringlar. Ko'rasizlar, hop. 2025 7 Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan video syomka qilyapmiz. Voy qisqalava. Biz yangilar keldi, o'sha novvasini qilyapti. O'zimni mini firmamdan video syomka qilyapman akalar. Hammasi tiniq, 100% toza semental, toza avstriyskiy semental. G'unajillari 5 dona g'unajillari bor. 3 dona buqachalari bor. Bitta qo'ra qilib tashab qo'yaman deganlarga mana bitta Isuzuga shina yuklaysizlar vohada akalarga. Mana va'da qilingan 1-2 million puliga qaramasdan shu olingan jo'tidan berilmasdan mollarni mana o'zimni qo'ramga olib keldim, va'da qildim. Olib kelib mana nima qilyapman akalar, mana puliga yarasha, sifatiga, puliga, hamma yo'g'iga yarasha qisqasi buzuvlar. Mana g'unajin novvas, mana g'unajinlarning holatlarini ko'ringlar, mana ko't boshlarini ko'ringlar. So'skalari ham chiqyapti, baqbaqalari ham. Hozir qisqasi mana 5 ta g'unajin bir joyda, bitta fermadan chiqqan akalar. 5 ta g'unajin bir fermadan, ballaqliklar, bitta fermadan chiqqan g'unajinlar. Akalar, hop, mana urug'liqqa so'raganlarga mana urug'liqqa ham ketaveradigan buqalarning bittasi. Keyin mana irg'ishayotgan maymoq emas, yangi kelganligiga shuna qilyapti. Uni skoyp baylab qolgan shekilli qistalab buni. Yangi kelganlarga irg'ishyapti mana shu maymog'imiz. Bitta novvas, mana ikkinchi novvas, mana olasi ko'proq. Keyin u yoqda baqbaqali mana tapponcha mana. Mana bitta novvas. 3 ta novvas, mana 3 ta, qolgan 5 ta g'unajin akalar. Bitta ko'rib boraverasizlar. Telefonlashaveramiz, savdosini kelishib, bir joyga olgan akalarga yengilroq beriladi akalar. Bu yerda hozir gideta 21 milliondan 26 million so'mgacha buzoqlar bor. Bo'ylari shu 1.10 dan 1.15, 1.20 gacha. Bo'ylari. Hammasi toza 100 talik, toza avstriyskiy sementallar. Shoxi borlari ham bor. 2 dona shoxi bor, mana 2 ta buqa bor. 2 ta shoxi bor. Qolganlarning hammasi to'qol. G'unajillar, bitta novvasi ham to'qol. Shoxini kuydirilgan yo zo'ska to'qol, qisqasi shoxi yo'q. Akalar, mana g'unajillarning baqbaqalarini qaranglar, osilib ketganini jonivar, buqadan zo'rda, buqadan zo'r. Mana unga agar olgan odamga mana urug'liqqa qo'shib olaman deganlarga mana tayyor. Yo shoxli bo'laveradi sening, shoxli oyoq qo'llari baquvvat urug'liqqa. Xudo xolasa bular irg'ishyapti ham, mana yozni oxirroq, kuzni boshlariga qo'ysa bo'laveradi bu g'unajillarni. Bemalol qo'yib, yana yilgi bahor mashpetlarga bularni bolalarini hududida paydo nima qilaverasizlar. Xudo xolasa normallik sigir bo'ladi. Toza avstriyskiy sementallar normallik sigir bo'ladi. 50 million, 60 million sigirlardan bo'ladi. Xudo xolasa bo'g'oz bo'ladi. Tug'ib beradi Xudo xolasa. Qonuni tekshirilgan, bemalol qoniga garantiya beraveramiz. Haligi bir suluvlarga g'unajillarni qoniga garantiya berilaveradi. Agalar bemalol tekshirtiraverasizlar. Ko'ringlar, holatlarini ko'ringlar. Qisqasi 21 million so'mdan 26 million so'mgacha
molla bor bularning ichida. Bir joyga olgan odamga kelishtirib beriladi. Endi minusini hisobini olinadi. Kelishtirib beriladi. Endi 5 ta 6 tasini hisobi tayin. Endi bularni 2 million foydasini ustiga bermasdan, shu joyidan bermasdan olib keldik. Endi bag'da YouTube'ga va'da, kanalga va'da qilganmiz, kanalga chiqaramiz deb olib keldik akalar. Mana shu nimasiga qo'shmasdan, rasxod qilmasdan shu deb qo'yib beramiz deyishganlarga mana bermasdan olib keldik. Ko'ringlar, holatlarini ko'ringlar. Oq tumshoq, oq kiprik, stakan tindaq deganlar qisqasi o'zi zotini maqtash hojati yo'q, o'zi aytib beryapti holatlarini biz o'li. O'ylari shu 6 oylikdan tash 9 oylikgacha. Mana 9 oylik ham bo'lib qoldi mana maymoq. G'unachida mana maymog'i ham semirib, shu g'unachiliga irg'ishib o'layotibdi. Kichkina mol buzoq emas, katta bo'lib qolgan. Hozir bularning yangi to'lgan g'unachilari ham pashti $1000 bo'lyapti, pashti. O'shanga ham yo'q. $1000 bo'lyapti, o'shanga ham yo'q. Hozir muammo bo'lib turibdi. Akalar. Ko'ringlar, holatlarini ko'ringlar. Boshlarini ko'ringlar mana. Bir qo'ra qilib qo'yinglar. O'sha bo'ylari o'sha 1.10, 1.15, 1.20 gacha bo'ylari. Hozir bularni endi hozir yuklab tushirdik, bularni mashinadan. Endi hozir yem-pemlarni berib, suv pullarini beramiz, qonini to'g'izamiz bularni. 60-70 kilometr joydan kelgan bular hammasi. Qonida esa hech bilan ham qolmaganmiz. Hozir qonini to'g'izamiz bularni, suvini beramiz. Hozir kullar hozir mashinada tiqilib kelgan bular hammasi. Akalar mana ko'ringlar, holatlarini ko'ringlar. Mana oyoq qo'llari baquvvat. Mana akalar. Mana 120 lik ustunimizdagi holati mana g'unachi. Old tomondan ham ko'rsatib ketaman bularni, ko'rasizlar. Topon. Mana tuxum kalladan, haqiqiy tuxum kallalari mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana buqa kalla. Mana akalar. Bularning holati mana. Like bosib, obuna bo'lmagan obuna qo'ying akalar. Xudo xolasa bunaqa variantlardan yana kelib qolsa, yana chiqaramiz. Mana va'da qilganimizdek holatdagi mana balanddan ko'rsatib qo'yay mana. Hammasi. Bir qo'raga olib qo'ying akalar. Maza qilib nima qilinglar? Qoniga javob, zotiga javob, sifatiga javob, sifatiga o'zi javob beradi qisqasi. Biz ularning holatini ko'ring. Baqalari ham, nimalari ham o'ziga o'zi javob beradi. Holatlari ham zo'r, sifatlari ham zo'r akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimga ham telefon qilaverasizlar, oshnamga ham telefon qilaverasizlar. O'zim ham nomerimni qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana akalar. Kullayapti, hozir yaqinda mashinadan tushirdik. Kullayapti.